Bugunlarni dog' mavzularidan birisi xotin-qizlarga qarshi zo'ravonlikdir. Bugun bir savol aqlimga keldi va buni istadim sizlardan so'rasam. Xushunat qayerdan boshlaydi? Ya xotin-qizlarga qarshi zo'ravonliklar qayerdan boshlaydi va kim boshlatadi? Biz xushunat deganga har zaman o'ylaymizki, erkaklar tomonidan bo'ladi. Erkaklar uradi. Erkaklar istamaydi, dışarı chiqqani qo'ymaydi, ta'sil qilgani qo'ymaydi. Hammasi bor jamoaga uni qabul qilamiz. Ammo erkaklar qayerdan o'rganadilar? Bir savol. Bizning qizimizni kuyovimiz har istaganini oladi. Yaxshi kiyimlar kiydiradi, yaxshi zindagi beradi. Va kelajagiga ikkisi barobar o'ltirib tasmim oladilar. Va oyindalari uchun gapiradilar. Va oyindalari uchun yig'adilar. Har ishlarini oyindalari uchun ikkisi barobar ishlaydi, ikkisi barobar xarjlaydilar. Yaxshi joylarga chakarga olib ketadi, yaxshi tillarni toptiradi. Biz unga nima deymiz? Kuyovimiz dunyoning eng aqlli o'g'li, eng yaxshi bachasidir. Yaxshi oiladan kelgan, yaxshi tahsili bor, yaxshi aqli bor. Qizimiz ko'p xo'shbaxt, ko'p shukr deymiz. Ammo aksini, ayni narsani o'g'limiz kelinimizga yopsa, kelinimizga yaxshi tillov kiydirsa, yaxshi kiyim kiydirsa, yaxshi yerlarga chakarga olib ketsa, har istaganini hozirlasa va kelajagi uchun ikkisi barobar tasmim olsalar va ikkisi barobar oyindalari uchun o'ylasalar, biz uni nima deymiz? O'g'limiz bizdan xalqis bo'ldi. Hamma ishi xotini bilan. Har istaganini xotiniga oladi. Qancha puli bo'lsa xotinga qarshlaydi. Xotin qo'li bo'ldi o'g'limiz. Biz nega o'zimizga istagan yaxshiliklarni boshqa avlodiga istamaymiz?